Aka, esizdami, sizni ham Rayhon degan sevgilingiz bo'ladi. SMS-la yozardingiz. Qanaqa Rayhon degan qiz? Men faqat yangang sevganman, yangang ko'rib qolib, yuragim savarka bo'lib, mehr muhabbat seni sevganman. Shunaqa bo'lsin-da, ish qilib. Bak, ketani yo'q, o'ralashma yo'q. Aka, esizdami, sevish degan sindoshim bilan yurardingiz, orqasidan yugurib, u siz bilan gaplashmasdi ham. Qanaqa? Seni sinfdoshlaring men orqamdan yuradi, 14-yanvarga tirnoq olakoncha beradi, taroqcha beradi. Men yangang sevganman, yolg'on nima qilmay. Lola deganday, aka, mahallani boshidagi Lola degan qiz orqasidan hadeb yuraydingiz, u sizga bor yo'qqa sen bilan gaplashmayman dedi. Kim u Lola? Qazyolcha. Endi Lolami? Hech qanaqa lola-pola yo'q. Men sertsima yo'q, daragoy. Tushay hozir. Ana sevgim isboti ana gul olib kelim sirasi. Men seni yaxshi ko'rganman faqat. Rahmat. Shunday. Farg'onadan kelmaydi. Aka, ana Mahliyo degan qiz esizdami? Bu aldaydi-ku bu. Kecha aytdik-ku, maishiy texnika olish kerak deb. Men kerak emas dedim, uylab ko'rdim, kerak ekan. Biz olib kelay boribman o'shani. Xotin ishonchli qo'llarda 4 kun muddatli to'lov asosida konditsionerlarni misli ko'rilmagan narxda olsak bo'lar ekan. 12 talik invertor motorli konditsionerlar 3,5 million so'mdan. Yo'q-e. Original avvalon 12 talik invertor motorli konditsionerni 0012 asosida olsak bo'ladi. 12 oyga 625 mingdan bo'lib to'lashga. Zo'r-ku, unda olib keling. Bo'ldi, olaman. Aka, mana shuni bitta berasizmi? Alo. Tez uyga keling. Tinchlikmi? Tez keling. Xo'p. Ha, aka. Yanganga nima deding sen? Men hech narsa deganim yo'q. Ana kollejga Dilnoz degan qizchangiz bilan yaxshi ko'rish yuraydingiz-ku, tushgan rasmlaringizni yangamga ko'rsatdim, tamom? Ha, boblabsan-da. Ko'chaga uxlaymi, nima qilay endi? Meni canım peş ta